Assalomu alaykum futbol muxlislari va futbolsevar do'stlar. O'zbekiston va dunyomizda ro'y berayotgan eng so'nggi va qiziqarli xabarlar bilan ushbu kanal o'z ishini boshlaydi. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun ushbu videoga like bosishni unutmang. Buyuk Britaniyaning The Guardian nashri jahon futbolidagi eng iqtidorli 60 nafar yosh futbolchi nomini e'lon qildi. Ushbu ro'yxatdan O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi futbolchisi Sadriddin Hasanov ham o'rin olgan. O'zbekiston o'smirlar 17 terma jamoasi aprel oyida o'tkazilgan Osiyo Kubogi finalida Saudiya Arabistoniga qarshi bahsda tanaffusga 0-0 hisobi bilan yo'l oldi. Biroq jamoa ikkita qizil kartochka tufayli 9 kishi bo'lib qolgan edi. Shu payt katta sahnaga Hasanov chiqdi. U jamoani ilhomlantira oldi. Ajoyib solo yurish orqali gol urgan holda 2-0 hisobida g'alabani ta'minladi. Turnir davomida 4 ta gol urgan Hasanov musobaqaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.